İşte o'zbek tarixiy 70-kunimiz o'rtoqlar. Bugun shunchaki 70-kun emas o'rtoqlar. Bugun bizning tarixiy 70-kunimiz. Umr 70 kun, hayot 70 kun yo'lda, minglab kilometrlar. Sizni ham tabriklayman do'stim. Biz sal kam 2000 kilometrdan oshiq yurdik. Ertalab amaki oldimizga go'ng to'kib ketdi. Umr uzoq bo'lsin. Bu yoqda go'ng bor ekan, qaranglar. Tabiatni bitta qaranglar. Vobshe chiroyli ekan. Do'stim, tabiatga nima deysiz? Tabiatga bu tarafiga gap yo'q. Bu tarafini qaranglar tabiatni. Voy, lekin shunaqa tabiatda uxlab yuribmiz. Xudoga shukr, biz Avstriyani tugatdik. Bugun Italiyaga o'tib ketamiz. Xursandmisiz Avstriyani tugatganimizdan? Juda ham xursandmiz o'rtoqlar, chunki Avstriya eng qiyin davlatlardan bittasi bo'ldi. Qimmat, mehmonxona yo'q, yuvinishga joy yo'q. Vobshe qiyin bo'ldi. Qarochi, bugun biz Italiyaga o'tib ketamiz. Italiyaning ham boshlanishi shunaqa bo'ladi, keyin o'rtasiga kirganimizda уже arzonlashib ketadi. Biz xudo xolasa Portugaliyagacha qaytganimiz yo'q. Bir kun ham yura olmaysizlar deganlar. Bugun 70-kunimiz. Let's go. O'rtoqlar, biz mana shunaqa ayvar degan narsa oldik. Yeyishga 269. Nima bu o'zi do'stim? Baklajan ikra. Baklajan ikra. Mana shunaqadan olib yeyamiz. O'sha qaymoqdan menimcha qutuldik. Mana shunaqa narsani topdik. Oldin ham yeganmiz, prosta topa olmayapti magazinlardan. Endi mana shu narsani yeymiz. Xo'p, o'rtoqlar, hozir biz ham magazindan ko'ylak olib chiqdim, tabriklasanglar bo'ladi. Naski bilan ko'ylak oldik. Даже naskimiz ham qolmagan ekan. Hammasi bo'lib 15 yevro bo'ldi. Ko'ylak 5 ta naski oldik. Ko'ryapsizlar, yarashdimi yo'qmi? Ablan? Yarashdimi? Endi qo'llar yopiq. Qoraymaymiz. O'zi ko'p magazinga kirib qaradik. Juda ham ko'pida qimmat. Kecha qaradik, misol uchun 150, 180. Buni hozir где-то 10 yevroga oldim. Naqd 10 yevroga oldim. Endi yo'limizdan davom etamiz. Faqat bitta ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu magazindan Kikdan olib chiqdik. Ya'ni bu Kik Yevropada juda ham mashhur magazin, arzon magazin bo'yicha, lekin shunda ham 110 mingmi qanchadir bo'ldi. Shunaqa gaplar. Endi bitta sumka olish kerak menimcha. Sumka ham chiqsa olamiz, chiqmasa yo'q. Shaharda odobini qaranglar. Musor, qaranglar. Musor paket qo'yib qo'yishgan. Itga agar it kaka qiladigan bo'lsa, paket olasizlar. Agar musor to'ladigan bo'lsa, o'zingizlardan bilib, musorni olib, yana musorga paket kiygizib qo'yishinglar mumkin. Prosta tak bu madaniyat, prosta tak bu odamlarning hayoti, qanaqa yashayapti bu. Misol uchun gap yo'q. Bizda ham shunaqa qilib qo'ysa bo'ladi. Mana misol uchun baklashga ko'tarib yuraman, to'g'rimi? Ichi bo'ldim buni. Ko'chaga tashlamaymiz. Qachonki musor chiqqan payt ko'chaga tashlaymiz. Qachon biz O'zbekistonga boradigan bo'lsak, O'zbekistonda ham xuddi shunaqa qilamiz. Iloji boricha odamlarga ham targ'ib qilishga harakat qilamiz. Chunki o'zimizning yurtimizdan o'zimiz asramaydigan bo'lsak, bu yoqdan kimdir borib asrab bermaydi bo'ldi. Shunaqa ot ko'rganmisizlar? Qaranglar. Yarimi oq, yarimi qora. Mamnisi chetda, "Yo'q, buni men qilmadim" deb turibdi. Lekin ot vobshe chiroyli ekan. Ishoninglar. Shunaqa tabiatda maza qilib ovqatlanyapti, ishoninglar. Bular yeydigan ovqatda lekin ba'zilar orzu qiladi. Uncha-muncha xashak deyavermaydi, uncha-muncha somon deyavermaydi bular. Tanlab yeydi, chertib yeydi. Bizda peruk o'rtoqlar. Obed desa ham bo'ladi. O'sha ko'rsatgan ayvar, Nukatella, nonimiz bor. Hozir mana shuni yeymizda. Yo'limizdan yana to'g'riga qarab davom ettiramiz. Qorin juda ham ochib ketdi. Mana shunaqa joyda qaranglar, suvda oqib turishini. Maza. Ichiga bitta tarvuzchani tashab qo'ysanglar, yashaysizlar, do'stim. Mashitdan uy quramizmi? Qayerdan? Ha. Ayyo. Loydan. Loydan. Cho'pon bo'lamiz. Cho'pon bo'lamiz. Sizda qurib yashayverish kerak. Uylanmasdan. Uylanmasdan, yo'q, uylanish kerak. Uylanish kerak deb, mashitda yashash kerak. Bitta qo'y olasiz. Mingtada. Bitta so'yamiz, bir haftaga yetadi. Faqat go'sht yeymiz. Bo'ladi. Zo'raydimi? Sizlar ham yashagan bo'larmi deylar shunaqa qilib. Misol uchun bitta qo'yni olasizlar deb so'yib, mashitda ertalab turib, ertalab turib velida aylanib kelasizda. Velikchilarni qaranglar. Juda ham ko'p velikchilar. Shunchalik ko'pki, tasavvur qila olmaysizlar. Mototsiklchilar. Mototsiklchilar ham juda ham ko'p. Nariyoq tarafda yo'l yo'q, akalar. Mashinaga qarama-qarshi yo'l yo'q. Italiyada ham shunaqa bo'lmasa bo'ldi. Italiyada ham shunaqami do'stim yo'llar?
Bundan ham battarmi? Bu yoqda ko'proq qurilish zavodlari bor ekan. Endi chet joyda joylashadi o'zi. Shuning uchun bu yoq shahar qishloqlar juda ham kam. Magazin ham problema. O'rtoqlar, bunaqa tabiatni ko'rib to'g'risi men o'zim shokdaman. Вообще. Mana Shvetsariya deyotdinglar. Mana sizlarga Shvetsariyani yaqin joyda ko'rsataman. Hozir biz tepalikka chiqqanda uxlash uchun endi pastga qarab tushib ketyapmiz. Chunki pastda uxlash joyi yo'q ekan, shahar bo'lganligi uchun. Lekin men bunga hali ham o'zimga kela olmayman, qaranglar. Orqa tog', yonida ko'prik, mashinalar o'tib qaytib turibdi lekin. Gap yo'q. Endi biz hozir ovqatlanamiz, illi bu narsa olamiz magazindan, keyin Italiya tomonga qarab yo'lga tushamiz. Men videoda aytdim, bugun shunchalik 70-kun emas. 70-kun emas bugun. Bugun tarixiy 70-kun. And I was running far away, would I run off? Well, someday nobody knows, nobody. Avstriyada uylar narxi necha pul bo'laysizlar? O'rtoqlar, hozir bizda 70-kun, qaranglar. Tepada ko'prik bor. Mashinalar shunday zo'r o'tib turadi, qaranglar. Bu uyni qaranglar. Orqamizdagi uyni qaranglar. Do'stim, necha pul o'ylaysiz uylarni? Uylar narxi taxminan 600 ming dollardan 800 ming dollargacha, agar luxury house bo'ladigan bo'lsa 4 million yevrogacha bo'ladi. Qaranglar, 600 ming dollardan 4 million dollargacha. Mana shunaqa uyda sotib olib turgan bo'larmi deylar. Ikkinchidan, nimaga uylar yog'ochdan ko'pi? Sen bilmadim. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga uylar bu yoqda yog'ochdan bo'ladi? Qaranglar, juda ham ko'p uy yog'ochdan. Yarmi yog'och, yarmi boshqacha uylar ham bor. Polni yog'ochli uylar ham bor. Qaranglar. Hozir biz tog'li zonadamiz. Bu yoqda 4 million dollarga uy olgan bo'larmi deylasizlar? Mashinalar narxi necha pul o'ylaysiz? Mashinalarniki u javdirada qimmat emas. 10 ming yevrodan 500 ming yevrogacha eng ko'pini yorgan mashinalar beradi. Ko'tini yorgan mashinalarni 10 mingdan 20 ming, 30 ming dollargacha olsa bo'ladi yevroda. 500 mingga вообще luxurylar aytyapman. 500 mingga. La Ferrari. La Ferrari olsanglar bo'ladi. Endi orqasi Italiyaga kiryapmiz. 10 kilometrdan keyin Italiya. 10 kilometrdan keyin Italiya, orqani qaranglar. Bu yoqda mollari lekin yomon zo'r ekan, ha. Serotda batta. Otlarichi? Otni bilmadim. Hozir biz ikkita chegarani o'rtasida kabobxonadamiz. Politsiya ushadi bizani. Bu nemis politsiyasi edi, Avstriya politsiyasi edi. Endi hozir bu yoqda Italiyaga qarab o'tib ketamiz. Lekin oshxona вообще oddiy oshxona ekan. Italiyaga qarab o'tib ketamiz hozir. Endi ko'ramiz, bu yoqda politsiya ushaydimi yoki ushamaydimi. Avstriyaning politsiyasi yaxshi qo'yib yubordi. Hamma narsani joyida. Endi hamma joy politsiyasi har xil bo'lishi mumkin. Balkim qiziqishga ham olib borib tekshirish mumkin o'zini anaqa joyiga. Bilib bo'lmaydi. Endi Italiyaga kiramiz hozir. Juda ham bir yaqin qoldi. Mana 500 metr qoldi. 500 metr atrofida qoldi. Shunaqa gaplar. Короче, hozir biz politsiya bilan ushadi bizani politsiya. Chegarani gapirayotganlar uchun mana chegara, hozir biz bu yoqqa Italiyaga o'tib ketamiz. Bu yoq уже Avstriya bo'ladi. Hozir biz pasportlarimiz, hamma narsamizni ko'rsatdik. Thank you sir. Thank you. Gaplashdik, chiroyli gaplashdik. O'tib ketsanglar bo'ladi dedi. Hamma narsamiz joyida. Bular bizani уже tark etdi. Biz yo'limizni ham bu yoqqa qarab davom ettiramiz. Adlanboy, What's up, brother? nima gap? All good, bro. Hammasi joyidami? Hammasi chotki. Mana politsiya nima qiladi deganlar uchun politsiya naryoqda turgan ekan. Bizani oldimizga keldi keyin biz yo'limizni davom ettirsanglar bo'ladi dedi. O'zbekistondanmisizlar? O'zbekistondanligimizni aytdik. Keyin bo'ldi, gap yo'q dedi. Yo'linglarni davom ettirsanglar bo'ladi dedi. O'zbekiston. Let's go. O'zbek 70-kun Atlantika okeanigacha o'rtoqlar, biz gapimiz ustida turdik. Biz Italiyaga kirib keldik. Biz o'zimiz bilan faxrlanamiz. O'ylaymizki, bizlarning ham yurtdoshlar biz bilan faxrlanadi. Qaranglar, уже bu yog'i Italiya. Avstriyaning yonida chegarada joylashgan, bizani chegarada hech kim tekshirmadi. Avstriyadan chiqayotganimizda politsiya tekshirdi bizani. Lekin уже biz Italiyaga kirib bo'ldik. Xudo xolisa, Italiyan tog'li zonasidan chiqib oladigan bo'lsak, shaharlarga kirib ketib qolamiz. Уже bizning sim kartalarimiz tugadi, hamma narsamiz o'chdi. Endi biz u zapravkaga kiramizda sim karta olishimizga to'g'ri keladi. Eng muhimi biz 4-davlatdamiz. Biz 2100 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tdik. Eldor Shomurodov, Shoma, O'zbekiston olg'a.